yo'tali borlarga uy sharoiti, tabiiy giyoh aytib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying birodarlar, bepuli. Allohning izni bilan sigir quyruq degan giyoh bor mana birodarlar. 31-may hozir sezoni teryapmiz birodarlar. Buni svejisini agar topa olmasanglar, bozorlarda borsangiz, hamma bozorda topiladi quritilganlar. Bir choy qoshiqini 200 gram qaynagan suvga damlaysiz 20 minut. Ertalab 200 gram, kechqurun yotishdan oldin 200 gram iste'mol qilsangiz, agar sizda yo'tal, ko'k yo'tal, bronxil astma, allergik yo'tal bo'ladi, tomoq yo'lida nima muammo bo'lsa, hammasini oldini oladi birodarlar. Sigir quyruq giyohi mana shunaqa shaklda bo'ladi. Hamma joydan topsangiz bo'ladi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying, xudo xolasa foydali bo'ladi birodarlar. Tomoq yo'lida shamollashlar, balg'am ko'chiruvchi giyoh hisoblanadi. Bronxil astma, ko'k yo'tal, quruq yo'tal, allergik yo'tallarga juda yaxshi yordam beradi. Sinovdan o'tgan juda ko'pchilikka berdik. Allohning izni bilan yaxshi natijalar bo'lyapti birodarlar. Mana Samarqand, Urgut tog'lariga giyohlar terib yuribmiz. Sigir quyruq giyohi mana shunaqa shaklda bo'ladi, gullab turgan payti.